Ota-onamni umra safariga jo'nataman. Ishonchli firma qidiryapman deganlar. Assalomu alaykum. Ushbu videomiz sizlar uchun rasmiy litsenziyaga ega Hikmat Travel'ga Abdug'affor akam oldilariga kelganmiz. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, umra narxlari bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Xudo xolasa, Abdug'affor aka birinchi o'rinda qanaqangi sharoitlar tayyorlangan ziyoratchilarga? Xo'p, ziyoratchilarga assalomu alaykum aziz ziyoratchilar. Sharoitlarimiz birinchi gastinisadan boshlasak, Madinada Divan al-Hijra gastitsamiz 150-200 metr uzoqligi. Makkada Sama al-Misk 800 metr gastitsamiz uzoqligi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madinada 5 dan ortiq, Makkada 10 dan ortiq ziyoratlar va Qizil dengiz sayohati ham buni ichiga oladi inshaalloh. 50 bosh xizmatlari qanaqa bo'ladi aka? 50 boshimiz xizmati o'sha aeroportdan Xudo xolasa billa borib, billa keladi 50 boshimiz inshaalloh. Xudo xolasa. Aeroportda yana nimalar taqdim etiladi aka? Firma tomonidan beriladigan narsalar kamzil, sumka va bejik beriladi. Shu nima vizalarni ham qo'llarga chiqarib beramiz inshaalloh. Xo'p, endi aka kimdirlar ofisga borib to'lov qilgisi keladi, kimdirlar onlayn joy bron qilmoqchi bo'ladi. Bularga qanaqangi takliflar, sharoitlar? Xo'p, ofisga borib to'lov qilamiz deydiganlarga ofislarimiz respublika bo'yicha 3 ta viloyatda bor. Toshkentda bor, Andijonda bor va Farg'onada bor. Bemalol kelsa bo'laveradi. Agar yo'q, menga uzoqlik qiladi deydiganlarga mana shu nomerlarimizda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Onlayn joylarni bron qilsa bo'laveradi. Onlayn joylarini bron qilsa bo'ladi. Ya'niki O'zbekiston 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, o'zlarining joylarini bron qilsalaring bo'ladi. Aynan vodiy, aynan voha, aynan bitta joy chegarasi yo'q. Bemalol 12 ta viloyatdan aloqaga chiqishliklaring mumkin bo'ladi. Abdug'affor aka, qaysi sanalarga, qaysi oyga narxlarimiz qanaqa aka? Xo'p bo'ladi. Narximiz hammasiniki bir xil. 1035 dollardan qilib beramiz. Birinchi Toshkentdan boshlaylik. Toshkent Jidda iyun oyiga. Primoy reysimiz Toshkent Jidda 19-dan 30-iyungacha deyarli har kuni bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Farg'onadan bo'lsa, Farg'ona ham Farg'ona Jidda iyun oyiga 19 va 23, 26, 29 kunlari bor reyslarimiz. Va iyulli, avgust oyida boraman deydiganlar ham bemalol aloqaga chiqaveringlar, joylarni bron qilishlaringiz mumkin. Hammasining narxini 1035 dollar qilib beramiz ekan. Xudo xolasa, narxlari aynan mana shu narxlar bo'lar ekan. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga narxlardan o'tib beriladimi aka? Jicha-picha skidka qilib beramiz. Xudo xolasa, hamkorlikda ishlamoqchi bo'layotganlar ham ekrandagi raqamlar, Abdug'affor akamning nomerlari bemalol aloqaga chiqishliklaring mumkin. Qo'shni davlatlar Qirg'iziston, Tojikistondan umra safariga bormoqchi bo'layotganlar ham bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. WhatsApplarimiz orqali bemalol bog'lanib to'liq ma'lumotlarga ega bo'lsalaring bo'ladi. Mana shunaqangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib, kommentariyaga yaxshiliklar yozib qoldiringlar. Zero hamma umra safariga borishlik nasib qilsin. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.